Assalomu alaykum. Men Nabiba Fatima, Mushukcha Style do'koni asoschisiman. O'zi savdoda men kichkinaligimdan savdodaman. Savdogarligim, olib berish bilan shug'ullanaman. O'sha Xitoy tilini bilganligim uchun. Lekin o'zim aynan shu Mushukcha Style do'konimizga yarim yildan beri shu narsalarni olib kelyapmiz. O'zi asl kasbim tarjimonman. Xitoyda shunaqa do'konlar bor. Masalan, faqatgina Hello Kitty mahsulotlar sotiladigan. Keyin o'ylab qoldim, O'zbekistonda rostdan ham yo'q ekan bizda. Shu uchun O'zbekistonda ochish xohladim, to'g'risi. Keyin kichkina ozgina olib kelib onlayn sotib ko'rdim. Shundan keyin kattaroq do'kon ochishni xohlab, katta do'kon qilib ochdik. Bu birinchisi, xudo xohlasa endi bu birinchisi. Oldin onlayn sotganman uyda. Keyin offlaynga o'zgartirdik, shunaqa do'kon ochdik birato'la. Chunki rosa ham ko'pchilik kelib, ushlab ko'rib, o'zi tanlab olishni xohladi-da, shuning uchun. 100 dan ortiq turdagi tovarimiz bor. Hozirda jamoamizda men bilan 3 kishimiz, 2 ta qizimiz bor. Qiyinchilikdan ham men o'zim sotganman-da bu narsalarni. Bilmas edim, men nechta pul foyda qilyapman, qancha zarar qilyapman, aniq summalarni bilmas edim. Shuning uchun offlaynga o'tganimizda sizlarni Instagramda ko'rib yurardim-da. Offlaynga o'tsak, shunaqa programma o'rnatib olamiz. Doim foydani, zararni ko'rib turish uchun. Shunga shu programmani tanlaganmiz. Siz minusga kirdim deb ham ayta olmayman, lekin foydamni bilmaganman. Chunki aniq summalarni ko'rib turmaganman-da. Shuning uchun foydamni bilmaganman. Narxlari esimdan chiqib qolardi. Keyin masalan narxlari esimdan chiqib qolardi. Necha pul deb aytganman deb ko'rib chiqardim. Ya'ni boshqatdan hisoblashimga to'g'ri kelardi. Masalan, yo'ldagi tovar, yo'lini hisoblab, o'sha foydalarimni qo'yib hisoblab, boshqatdan narx chiqazishga to'g'ri kelardi-da. Hozir bu programmani o'rnatganimizdan keyin mollar keladi. Kelgandan keyin nechta mol kelgan bo'lsa, shunda soni bilan kiritamiz, narxlarni hisoblab chiqazib qo'yamiz, nechta qoldi, nechta hammasini ko'rib turamiz-da. Shu programma o'rnatib olganimizdan keyin. Masalan, men sotganim esimdan chiqib qoladi-da. Bitta odamga 2 marta deb aytib qo'ygan bo'lishim mumkin. Uni oldiki odam noqulay vaziyat to'g'ri kelib qoladi-da, chunki aniq summani, aniq sonlarni ko'rib bo'lmaydi baribir. Odam esdan chiqib qoladi, bo'lib men 2 ta bolam bilan ko'pincha shunaqa bo'lardi. Men o'zi asosan har kuni ham do'konga kelish imkoniyatim yo'q. Kichkina chaqalog'im bor. Lekin menda shunaqa imkoniyat yaratib bergan shu programma menga qizlar savdo qildimi, men qayerda bo'lsam ham o'sha vaqtda o'zida men bilaman. O'sha vaqtda o'zida ko'raman. Menga сообщение keladi. Biz masalan asl narxini, foydani hammasini kiritganimiz uchun men shunday anaqa qilaman, necha pul men bugun foyda topdim, necha pulli общий savdo bo'ldi, necha pul unisi, necha pul foyda, bir haftadagi savdoim qancha, bir oydagi ularni bemalol men nima desa bo'ladi, tekshirib turish, ko'rib turish imkoniyatiga egaman-da. Mollarimni ham tekshiraman, kam qolganini o'sha programma orqali tekshirib, kam qolganini o'zim harakatim qilib, vaqtliroq tayyorlab, yana olib turishga, yana chaqirtirib, boshqa harakatimni qilishga imkoniyat yaratganda shu programma orqali bemalol o'zim kontrol qila olaman. To'g'risini aytaman. Men bunaqa anaqalarni masalan farqlab, masalan uncha tushunmayman-da, lekin xo'jayinimlar eng zo'riga boramiz deganlar-da. Keyin menga aytganlar, "Yuring bugun sizni o'sha programma deb o'tdingiz do'kon ochganimizda, o'sha programma joyi ko'rsatgan olib boraman, sizni tanishtirishar, o'rganib olasiz" deganlar-da. Men o'ylagan, rosa ham qiyin bu programma ishlatishda. Keyin tushuntirganlar, rosa yoqqan to'g'risida. Bo'ldi, faqat shularga anaqa qilamiz, shularni o'tkazib olamiz deb aytdim-da o'shanda. Men xo'jayinim tanlaganlar sizlarni. Chunki ular hamma narsa bo'lsa, eng zo'ri bo'lish kerak-da ularda. O'sha Shuhrat aka bizga tushuntirib bergan bola aytganlarki, biza nomer 1 Toshkent bo'yicha eng nimasi nomer 1, masalan, ishlamay qolish hammasidan bizlarniki eng doimiy javob beramiz xizmatimizga deganligi uchun bizga doim men uchun ham sifat muhimda, eng sifatlisini tanlashga harakat qilganmiz. Shuning uchun sizlarni tanlaganmiz. Ozgina qiyin bo'ldi, u nimasi ko'chgan kunimizga to'g'ri kelganda, biz
ham sanab ham kiritish o'sha kunlar ish ko'p bo'ldi, lekin anaqa programma men uchun rosa ham удобный. Men o'ylaganimdan qulay, oson, unaqa ko'p narsa yozilmaydi, ko'p nimalar emas, bemalol hattoki telefonimdan ham boshqa joyda bo'lib turganda ham masalan kiritilmay qolgan tovarni ham kiritib qo'ya olasiz. Menga eng yoqqani statistikani ko'rish. Masalan, menga adrenalin beradi-da, o'tgan hafta necha pul topdik, bu hafta bundan ham ko'proq topish kerak, o'shani tekshirib turish shunisi yoqadi. Vaqtimni tejagani aniq bunisi. Do'kon bilan birga Billsni baravar boshladik. Balki oldin boshqacha ishlatib do'konni, keyin Bills o'rnatganlar farqini bilishsa kerak. Men unisini uncha farqlamayman, lekin oldin men onlayn sotardim. Onlayn do'konimdagi savdoyimdan 10 baravar yaxshi deb ayta olaman. Bizda masalan faqat shu anaqa Hello Kitty loverlari bor-da, hammasi sevadi. Bitta olgan qayta oladi. Begona klient bo'lmaydi. O'shaning uchun shunaqa nakopительныйni yo'lga qo'ymoqchimiz Bills bilan. Doim kelib o'zimizdan klientlar xursand bo'lishi uchun shunaqa yaqinda yoqtirish niyatimiz bor. Сообщение keladi, o'shanisi yoqadi. Gavhardan сообщение keladi. Savdo bo'ldi degan продажа o'shanisi. Yana menga yoqqani har kuni ertalab bir kun oldingi anaqa keladi. Necha pullik savdo qilganim ertalab biz 10 dan do'kon ochsak 9 da keladi. 9 da mana kechagi savdoni ko'ramiz, bugungi savdo boshlanadi. Bir kundan o'sha savdo boshlanishidan oldin keladi. O'shani har kuni tekshirib turish, ko'rish imkoniyati bor. Shu programmaga kirmasam ham shu bot borligi uchun Telegramdan o'zi keladi сообщение bo'lib. Men уже 3 ta 4 ta o'rtog'imga sizlar maslahat berardim. Maslahat berib bo'ldim. Kecha bitta anaqa tanishimiz ham keldilar. Men do'kon ochmoqchiman. Voy, shunaqa programma o'rnatib, joningiz kiradi, mazza qilib yurasiz deb. Shunaqa. Masalan, nima desa bo'ladi? Hamma ham bilmaydi bunaqa programmalar haqida. Chunki o'zimizdan ochilishimizga kelgan dugonamni onalari necha yillik savdogarlar-da. Ular bunaqa programma borligini bilmasdan bitta odamni ishga olib, kompyuterchi odam ishga olib, oyiga 500 anaqa to'lab, nima edi, $500 to'lab, har bitta mollarni bittadan kiritib o'tiribdilar ekan-da. Shunaqa sodda ayolda, yoshlari katta. Men aytdim, "Voy, shu 300 ming to'lab anaqaga o'tib olsangiz, kiritib qo'ysangiz doim ko'rasiz, bitta odamga shuncha pul berdingizmi, shuncha oylik berasizlarmi?" deb hayron qoldim-da. Ular endi sanab kiritib, bunaqa programma borligini ham bilmabdilar. Men o'sha sizlarga ulanganimda yo'q, o'sha ochilishga kelgan ayolga shuni sizlar aytdim-da, tashlab ham berganman. Anaqasini silkasini sizlarda. Barchaga Bills ilovasidan foydalanishni taklif qilaman va Mushukcha Style do'konda kutib qolamiz.